Eron Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalarini nishonga olish bo'yicha harbiy strategiyasini ehtimolon muvofiqlashtirilgan va ko'p sohali yondashuvga tayanadi. U o'zining raketa arsenali, dron imkoniyatlari va proksi kuchlarini birlashtirib, Amerika mudofaasini zaiflashtirish va jiddiy zarar yetkazishni maqsad qilgan. Eron ehtimol ustuvor tarzda nishonga oladigan eng qimmatli maqsadlar qatoriga Qatardagi Al-Udayd havo bazasi, Bahrayndagi dengiz qo'llab-quvvatlash faoliyati, Iroqdagi bir necha AQSh harbiy bazalari hamda Birlashgan Arab Amirliklaridagi Al-Dafra havo bazasi bor. Bu yondashuv Ehronning keng qamrovli strategik maqsadlarini aks ettiradi. AQSh harbiy aralashuvini to'xtatish mojarosi sodir bo'lgan taqdirda qattiq javob qaytarish va mintaqada o'z ta'sirini mustahkamlashga qaratilgan. Eng ehtimoliy nishonlardan biri Qatardagi Al-Udayd havo bazasi. Bu bazada 8000 ga yaqin amerikalik harbiylar joylashgan bo'lib, u Yaqin Sharqdagi markaziy qo'mondonligi CENTCOM uchun mintaqaviy qarorgoh vazifasini bajaradi. Baza butun mintaqa bo'ylab havo operatsiyalarini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi va AQShning Ko'rfazdagi harbiy mavjudligini asosiy ustuni hisoblanadi. Al-Udayd kabi bazalarga zarba berish uchun Eron Fath 111 kabi ballistik raketalarni ishga solishi mumkin. Bu raketa taxminan 300 km masofani bosib o'ta oladi yoki KM-1 raketa turini ishlatishi mumkin. Uning radiusi 800 km ga yetadi.